Assalomu alaykum barchaga, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Germaniyadagi oyliklar haqida gaplashamiz. Ismim Sardor, 7 yildan beri Germaniyada yashayman va hozir dasturchi bo'lib ishlayman. Instagramda, Telegramda, YouTube'da kanallarim bor. Video opisaniyasida Instagram, Telegram kanallarimni linklari bo'ladi. Albatta o'tib u yoqqa ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yoqda ham tez ma'lumotlar, ma'lumotlar chiqadi. Bugun Germaniyadagi oyliklarni sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni foizlar yozib, uni qanchasi ushlab qolinishi, murakkab bir sonlar bo'lmaydi. Joy darajasiga, dehqonchasiga mana shundan mana shungacha bo'ladi deb kasblarga oid bo'lgan oyliklar, eng kam oylik ish haqi, bilmadim, mana shu hammasini aytib, undan qanchasi soliqqa ketadi, qanchasi qo'lingizga tegadi, qancha xarajat qilasiz yashash uchun, shulargacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Qani ketdik bo'lmasa. Savolinglar bo'lsa, Germaniya haqida yana boshqa mavzularni bilgingiz bo'lsa, nimadir tushunmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi video aynan sizni savolingiz haqida bo'lishi mumkin. Men dahshatli qilib montajlar bilan video chiqarmayman. Oddiy mana shunaqa guring yo'nalishida deydimi, shunaqa bir formatda videolar bo'ladi. Xo'p, ketdik bo'lmasa, eng birinchi Germaniyada eng kam oylik ish haqi bor. Bu soatbay hisoblanadi. Bizda O'zbekistonda mana oylik-ku, bir oyiga mana buncha eng kam bazaviy hisoblash deb aytishadi. Bu Germaniyada soatiga 2026-yil 1-yanvardan boshlab 13.90 yevro bo'lgan. Dollarga o'tirsa bir 15 dollarga yaqin bo'ladi soatiga. Ya'ni eng kam degani shundan kam to'lash mumkin emas. Germaniyada kimdir ishchi ishlatsa, u oddiy bir gazeta tarqatadimi, ko'cha supuradimi, posuda yuvadimi, ya'ni juda ham oddiy ish-ku. 13.90 dan kamiki to'lashga haqqi yo'q soatiga. Undan kam to'lasa o'sha qonuniy chora ko'riladi, jinoyat bo'ladi. Endi hozir sizlar xayolingizda 13.90 yevrodan kuniga 10 soatdan ishlasam, haftada 7 kun ishlasam deb ketgan bo'lishingiz mumkin hisob-kitob qilib, lekin Germaniyada unaqa emas. Germaniyada ish soatlari ham qattiq nazorat qilinadi. Ya'ni 40 soatdan oshishi mumkin emas. Ba'zi bir kasblar bor, mana hamshiralar, shifokorlar smena turib ortiqcha ishlanadi, ortiqcha soat ishlanadi, u bir tunda deyiladi. Uni hisob-kitobi alohida bo'ladi. Unda ana oyligingga qo'shib beriladi, yana qo'shimcha to'lovlar bo'ladi ish beruvchi tomonidan. Lekin qonun bo'yicha 40 soat haftasiga, bu degani haftada 5 kun 8 soatdan ishlash mumkin yoki ish beruvchi sizni ishlatishi mumkin. Va Germaniyada ishlar odatda ofitsialniy, rasmiy bo'ladi. Boyaginday borib gaplashtirib, aka ishingiz bor ekan, davay qilib beraylik deb menimcha bo'ladi deb kamdan kam bo'lib qolmasa, cho'rniy ish deydi-ku, cho'rniy ishni kamdan kam topib qolmasangiz, bir qora ishlarni, bir bilmem tuproq tashiydigan, uy ko'chiradigan, odatda 90-95% ishlar ofitsialniy оформление bo'lib, rasmiy ishga kirib, oyligingiz bankdagi kartangizga tashab beriladigan bo'ladi. Shuning uchun o'sha soatlar, oyliklar qattiq nazorat qilinadi. Bizdagiday ketavermaydi. Germaniyada ishchi huquqlari qattiq himoya qilinadi. Endi haftasiga 40 soat bo'linadigan bo'lsa, bir oyda odatda 4 hafta, yoniga yana bitta ikkita kun qo'shiladi. Ya'ni o'rtacha 170 soat ishlanadi. Ba'zan 160, ish kunlari ko'proq to'g'ri kelsa, ko'proq bo'lsa 180 soat ishlanadi. Shunda bir o'sha eng kam oylik ish haqi 13.90 dan olsangiz, men kalkulyatorda boya hisoblagandim, taxminan 2363-2400 yevro atrofida oylik olasiz. Endi bu eng kam oylik ish haqida. Bunaqa minimalda odatda talabalar ishlashi mumkin, yo bir mavsumiy ishga kelganlar ishlashi mumkin. Odatda doimiy ishda ishlaydiganlar hech bo'lmasa 15 yevrodan boshlab olishadi. 15 yevro, 16, kimdir 18. Bular mutaxassislik talab qilinmaydigan sohalarda, dastavshik, kuryer, ofitsiant, posuda yuvadigan, bilmadim. Bu ishlarga mutaxassislik kerak emas, diplom, qanaqadir bir talant, qobiliyat shart emas-da. Deylik, siz elektrik bo'lmoqchi bo'lsangiz, elektrikani tushunishingiz kerak-ku. Lekin posuda yuvadigan ishga shart emas hech narsa. Tupa ko'chadan luboy kelgan odam yuvib ketaveradi. Mana shunaqa ishlarga eng kamida o'sha 15 yevrodan balki boshlab olish mumkin. Endi 15 yevrodan bo'ladigan bo'lsa, o'sha taxminan 2400, 2000, endi 2600 lar balki bo'ladi. Bu brutto oylik deyiladi Germaniyada. Brutto oylik deylik, 2500 ni olaylik yoki 2600 ni olaylik, mana tushunarli bo'lishi, yoki borgan 3000 olamiz, bo'pti. Tek zo'r tushunarli bo'ladi, 3000 yevro.
Men o'zim solinishli panel o'rnatadigan firmada ishlaganman. O'sha paytda 3 ming olganman. Hatto solinishli panel o'rnatish uchun injener bo'lishing kerak, biliming bo'lishi kerak-ku. 3 mingga olib ishlaganmiz endi. Bu Germaniyada brutto oylik deyiladi. Qog'ozdagi sizga chiqqan oyligingiz. Tekshirib qo'yay, zapis ketyaptimi? Ha, ketyapti ekan. Nemislar buni brutto deydi. Bundan hali soliq, sug'urta uchun jon soliq sug'urtasi, har xil pensioniy fondga, har xil narsalarga pul yechib qolinadi. Ya'ni o'sha 3 mingni hammasini siz olmaysiz. 3 ming yevrodan taxminan qo'lingizga tegargani 2000-2050 yevro bo'ladi. Men buni Instagramda, videoda mayda hisoblab berganman. Qanchasi sug'urtaga ketyapti, qanchasi nalogga ketyapti, qanchasi pensioniy fondga. Kelib ko'rishlarim mumkin. Bu videoda sizlarni boshinglarni og'ritib o'tirmayman. 3 ming yevrodan o'sha 2 mingga qo'lingizga tegadi. Ya'ni 3 dan biri nalogga ketadi. Soliq, ichida soliq sug'urtasi bor, sog'lik sug'urtasi. Pensiyaga to'laysiz, ishsiz qolsangiz nafaqalar bor, shu narsalarga bo'lib to'lab, taxminan 30-33% atrofida oyligingiz shu narsalarga ketadi. Bu degani 3 mingdan 2 ming sizga qoladi, 1000 ga ketadi. Bu endi ana soliq klasslari bor Germaniyada, shu narsalarga ham bog'liq. Deylik, oilaviy bo'lsangiz, er-xotin ikkalangiz ham ishlasanglar, o'shanaqa ketadi 33%. Yoki bo'ydoq bo'lsangiz, bir o'zingiz bo'lsangiz ham xuddi shunaqa ketadi. Mana shuni tushuntiray. Agar oilali bo'lsangiz, er-xotin, bolalaringiz bo'lsa va ayolingiz ishlamasa, qo'lingizga ko'proq tegadi. 2300 lar tegadi. Chunki sizda o'sha ayolingiz bor, bolalaringiz bor, ular ishlamaydi, bir o'zingiz boqishingiz kerak. Shuni hisobiga soliq klassingiz o'zgaradi-da, sizga ko'proq pul qoladi. Endi lekin 3 kishi, 4 kishi bolalar bilan yashagandan keyin bu ko'proq rasvodan bo'ladi degani. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Mana shu 3 dan biri ketishini taxminan hisob-kitob qilib har qanday oylik hisoblash mumkin. Masalan, 4000 bo'ladigan bo'lsa, uni 3 dan biri taxminan 1300-1400 yevrosi soliqqa ketadi. Demak, qo'lingizga 2600 lar tegadi. Ana shunaqa qilib hisoblab olaverasizlar. Men endi 3000 ni hozir bir mutaxassislik talab qilinmaydigan oddiy ishlar uchun deb hisoblab berdim. Hozir kasb ham, ya'ni eng ko'p oylik oladigan kasblar, kim o'zi ko'p oylik oladi, kim kam oylik oladi, shularni ham gaplashamiz. Bu ba'ziviy Germaniyadagi oyliklar haqidagi tushuncha edi. Ya'ni eng kamida shunaqa olinadi. Va bitta narsani aytib ketishim kerak shu joyda, O'zbekistondan Germaniyaga ishlashga kelmoqchi bo'lganlar ko'p mashiniklarga tushyapti. Mashiniklar nima qilyapti? Til bilishing shart emas, rus tili bilan ham borsang bo'ladi. Tovuq fermaga joylashtiraman, upakovщик qilib joylayman, kuryer qilib joylayman, til kerak emas, ishlayverasan deyapti. Bu narsaning iloji yo'q vatandoshlar. Germaniyaga o'zi 2024-yilgacha O'zbekistondan ishlashga umuman kelib bo'lmasdi. Ba'zi bir yuqori malakali dasturchi yoki shifokorlar alohida istisno vaziyat bilan kelmasa kelish iloji yo'q edi. 24-yildan boshlab qonun kiritildi. Mayli, 3-dunyo mamlakati o'sha O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa Afrika davlatlarimi, boshqa davlatlardan odam ishlashga kelsin Germaniyaga. Lekin dedi qonunda diplomi bo'lsin, Germaniyada o'tadigan dedi. Ya'ni O'zbekistondagi davlat universitetlarining diplomi bu yerda o'tadi ko'pchiligi. Nemis tilini bilsin dedi va diplomdagi sohasi bo'yicha Germaniyadan ish topsin. Keyin ishchi viza beramiz, kelib ishlasa bo'ladi shunda dedi. Boyaginday upakovщик, bilmadim, tovuq boqar, bilmadim, yana ko'cha supurish, kuryerlik, bular mutaxassislik kasblari emas. Unga qanaqadir diplom, boyaginday qobiliyat shart emas. Oddiy ish ular. Ularga kelib bo'lmaydi, shu narsani unutmanglar. Ya'ni masalan, filologiya bo'yicha diplom bor, borib kuryerlik qilsam bo'ladimi deb qolishi ham mumkin-da, hozir kimdir. Yo'q, iloji yo'q. Diplomingizda masalan quruvchi injenersiz bo'ldi, siz quruvchi bo'lib kela olasiz. Quruvchi injener diplom bilan elektrik bo'lib yoki bilmadim, nima, logist bo'lib, mehmonxonada ishlashga kela olmaysiz. Quruvchi bo'lib kelasiz. Elektrik diplomingiz bormi? Elektrik bo'lib kela olasiz. Shu narsani aytib ketay, chunki bu juda ham muhim. Ko'pchilikni mashiniklar aldayapti. Germaniyaga ishga jo'nataman, til bilmayman desa, til ham shart emas. Diplom yo'q, diplom ham shart emas. Upakovщик qilasan borib deb. Ana ketadigan odamga maksimal moslab turib aldab qo'yapti shu 1-2 so'm pulini olish uchun. Shuning uchun ishonmanglar. Afsuski diplom va nemis tili juda ham kerak Germaniyaga kelib ishlash uchun. Endi davom etamiz. Germaniyadagi eng yuqori oylik oladigan kasblar. Eng birinchisi o'zi futbolistlar, lekin biz futbolistlar haqida gaplashmaymiz. Ularning o'zining alohida dunyosi bor. Biz ularga aralashmaymiz ham. Futbolistlarga bizning maslahatimiz kerak emas menimcha. Futbolistlardan keyin oyligi eng baland turadigan bu shifokorlar. Germaniyada vrachlar, shifokorlarning qadri juda ham baland, juda ham yaxshi pul olishadi. Lekin shifokor bo'lish ham oson emas o'zi Germaniyada. Bizda mana
Tashmini Sampil universitetini bitiradi-da, bo'ldi. Borib biron joyda ishlaydi, oldin bir yordamchi va assistent bo'lib, keyin shifokor bo'lib ketaveradi-ku. Bu yerda imtihonlar bor. Universitetni bitirgandan keyin ham shifokor bo'lishing uchun yana bir juda ham murakkab ketma-ketlikdagi imtihonlar bor, shularni topshirish kerak. Doktor degan titlni olishing uchun yaxshigina umring, sabring ketadi, yaxshigina bilim olishing kerak bo'ladi va shunga yarasha lekin o'sha titlni olganingdan keyin doktor degan hayotni stabilligidan muammo bo'lmaydi. O'zi Germaniyaga kelgan doktorlar biladi, masalan, nemis bilan gaplashib tursangiz, "Sen nima ish qilasan?" desa, "Men doktorman" desangiz, boshdan oyoq bitta qaraydi. "Ye, sen doktormisan?" dedi. "Xirurgman" desangiz, yuragidan o'shab qolishi ham mumkin. "Voy, xirurgmisan?" tomi ketib qoladi. Chunki xirurg bo'lishning o'zi bir murakkab narsa, qiyin. Uni oyligi yanada dahshatli. Endi o'tamiz. Shifokorlarning oyligi yiliga 80 mingdan 120 ming yevrogacha yiliga. Bu degani 80 ming yiliga degani, hozir uni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 72 da уже 6 ming yo 6,5 ming. 6,5 ming yevro oyiga, 6,5 mingdan boshlab 10 ming yevrogacha. 6,5 mingdan 10 minggacha oralikda shifokorlar oylik oladi. Bu endi 6,5 mingni endi hali shifokorligini boshlaganlar yoki bilmadim oddiyroq joyda ishlaydiganlar deylik, 10 mingni bo'lsa tajribasi ko'p, baland, operatsiyalar o'tkazadigan shunaqa doktorlar. O'zi 10 mingdan tepa oladiganlar ham bor, ana Glavvrach, Oberarzt, yana nima bir balo artslar bor. Men chuqur kirib o'tirmayman. Undan ham ko'p olishi mumkin. 10 mingdan qanchasi qo'liga tegadi desangiz, boya hisoblaganimizdek shu 3 dan biri ketsa bir уже oylik oshgandan keyin lekin nalogni prosenti ham oshadi ozgina. 6 ming, 6,5 minglar qo'liga tegishi mumkin 10 mingdan. Boyaga 6 minglik oylikdan 4 minglar, balki 3800, 4 ming qo'liga tegadi. Naqd qolgani boyaga naloglarga, rasxodlarga ketadi. Shifokorlardan keyingi o'rinda albatta IT dasturchilar turadi. Kamina Germaniyada IT dasturchi, lekin bu yerda aytilgandek katta oylik olmayman, aytib qo'yay. Dasturchilarning oyligi yiliga 60 mingdan 85 minggacha deb yozilibdi. Bu endi tajribali dasturchilarniki. Junior darajada, hali endi universitetni bitirgan. Endi biz dasturchilarning orasida shunaqa bo'linadi. Endi ishini boshlaganlar junior, 2-3 yil tajribasi bo'lsa middle, 4-5 yildan keyin senior bo'ladi. O'sha juniorlar 45 minglardan boshlaydi yiliga. 45 ming, 50 ming atrofida. Bu yerda endi hozir 60 mingdan 85 minggacha deyilgan, ya'ni oyiga bir 4 ming, 5 ming, endi 60 mingni 12 ga bo'lsak 5 ming bo'ladi, lekin men aytishim mumkin 4 ming, 4,5 mingdan boshlab bruttosi boyaga soliq yechilmasdan oldingi. Oyiga shu 6 ming, 7 minglik oyliklargacha ishlaydi. Bu ham endi siz dasturchi bo'lib ishlaydigan kompaniyaga, sizning tajribangizga va qiladigan ishlaringizga bog'liq. Ikkita bir xil senior darajadagi dasturchi, masalan, bir kichikroq oddiy kompaniyada oyiga 5 ming olishi mumkin. Xuddi shunaqa darajadagi dasturchi kattaroq kompaniyada bir 6 ming, 7 ming olishi ham mumkin. Va Germaniyada dasturchilar masalan Google, Amazon kabi kompaniyalarda ham ishlashadi. U yerdagilar juniorni o'zi 100 mingdan boshlab oladi. Ya'ni oyiga 8 ming, 9 ming junior darajadagilar oladi. Seniorlari вообще bir yiliga 150, 200 mingga ham chiqib ketishi mumkin. Buni Telegram kanalimda ham ulashgan edim. Germaniyada Google kompaniyasidagi dasturchilarning oyligi deb, u yerda ishlaydigan o'zbek vatandoshlarimiz ko'p, ularning kanalini ham ulashganman. Shuning uchun video opisiya ostidagi meni Telegram kanalimga ulanib qo'yinglar. Mana shunaqa soqqali, yog'li ma'lumotlar bo'ladi u yerda. Xo'p, dasturchilardan keyin muhandislar deyilgan 55 mingdan 75 minggacha, ya'ni oyiga bir ular ham 4 ming, 4,5 mingdan 6 ming, 7 minggacha olishi mumkin. Muhandis degani kim? Injener, elektr injener, arxitektor, quruvchi injener, bilmadim, mexanik, mashinalarni tuzatadiganlar ham, boshqalar ham. Bularniki ham endi ishlaydigan joyi, ishlaydigan kompaniyasi, qiladigan ishiga qarab o'ynaydi. Katta farq qiladi bir-biridan. Lekin bitta narsa aniq, Germaniyada mutaxassisligingiz bo'lishi, hamma ham qila olmaydigan ishni qila olishingiz. Rahmat yalangalar. Xo'p, nima deyotgandim? Mutaxassisligingiz bo'lishi sizni yaxshi pul ishlashingizga va stabilniy dohodingiz bo'lishiga garantiya. Ya'ni ayniqsa universitet bitirgan bo'lsangiz, masalan, bizda Osiyoda video olishning oqibati shul error. Deylik, siz universitet bitirgan bo'lsangiz, bizda bitirdingmi deydi, taksi ham qilib yuradi, Rossiyaga ketadi universitetni bitirib, lekin Germaniyada universitet bitirgan bo'lsangiz, уже siz boshqacha darajadasiz. Ya'ni kim bilandir gaplashib turganingizda, meni bakalavr darajam bor, masalan, injenerlik bo'yicha yoki bakalavr darajam bor, doktorlikka desangiz,
Wow deydi, zo'r-ku deydi. Germaniyada diplomni qadri baland, ya'ni o'sha kvalifikatsiyasi qancha baland bo'lsa, siz daromadingiz shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda ish ko'p, kompaniyalar ko'p, kadr kerak, mutaxassislar kerak. Ana shuning uchun ham ayniqsa tajribali kadrlarni qadri bu yerda baland. Ya'ni O'zbekistondan masalan yaxshi elektrik bo'lsangiz, diplomingiz bo'lsa, yaxshi dasturchi bo'lsangiz, diplomingiz bo'lsa, yaxshi shifokor bo'lsa, diplomingiz bo'lsa, yoniga nemis tilini o'rgansangiz, kelib ishlash ehtimolingiz katta. Yoki mana quruvchisiz, diplomingiz bor bo'lsa, nemis tilini o'rgansangiz bo'ldi kelasiz. Va O'zbekistonda eng ko'p keladigan kasb egalari bu qishloq xo'jaligidagilar. Irrigatsiya sexozi bitirganlar fermalarda, dala ishlariga kelib ishlashga juda ham zo'r, chunki ularda diplom bor. Nemis tilini juda ham zo'r o'rganish shart emas. Masalan, doktor yo aytishning bo'lib kelaman desangiz, nemis tilini zo'r bilishing kerak, chunki muloqot bo'ladi-ku. Ana qishloq xo'jaligida ishlash uchun shu non ber, urma, och qoldimni bilsang bo'ldi-da, kelib ishlayverasan. Va talab ham katta. Qishloqqa borib hech kim ishlagisi kelmaydi, dalada yoki mol fermada, shuning uchun kutishadi. Siz O'zbekistondan viza olib 6 oymi, 1 yilda kelasizda, u viza olib kelguncha o'shani kutadi fermerlar. Bo'pti deydi, kelsin shuni vizani olib kelsa bo'ldi deydi. Bundan qishloq xo'jaligidan juda ham ko'p keladi, o'zbeklar juda ko'p. Xo'p, muhandislardan keyingilar hamshiralar. Men endi bu yerda qaranglar, oyliklardan tashqari boshqa temalarga ham sakrab o'tib ketyapman-da, o'zi shu bir gap ochilsa men ko'p gapiraman. Shuning uchun dastlabki tushuntirib ketishga harakat qilyapman. E'tibor bermaysizlar. Muhandislardan keyin hamshiralar 35 mingdan 45 minggacha oylik olishadi. Ya'ni oyiga 3 mingdan 4 ming, 4200 gacha. Nalog yechilgandan keyin qo'liga shu 2000, 2500 ming tegadi. Hamshiralarga ham talab katta, lekin ularda ham baribir diplom bo'lishi kerak. Diplom bilan kelinadi. Hunarmandlar ham xuddi hamshiralardek 35 mingdan 50 minggacha oylik olar ekan. Hunarmand degani bu endi ustalar, santexnik, bilmadim, eshik rom o'rnatadi, bir shunaqa. Shu ustalarning ichida malyarshiklar lekin yaxshi oladi. Malyarshiklarning oyligi mana undan kafeni bosishni o'zi soat 40 yevro, ana shundan bu yozibdi. Ular ham o'sha 35 mingdan 50 minggacha yozilgan, ya'ni oyiga 3 mingdan 4 ming, 4,5 minggacha ular ham oylik olishadi. Germaniyada oyliklar diapazoni umumiy shunaqa. Endi bu kam-ku bo'lib tuyulishi mumkin. Men o'zimga kam tuyuladi. Chunki masalan deylik boshqa davlatlar bor. Angliyami, Avstraliyami, Amerikami. U yoqda oyliklar juda ham baland. Germaniyada oyligingiz bunaqa kam bo'lgani bilan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash juda ham kuchli. Ya'ni kasal bo'lib qolsangiz, boyagi tibbiy sug'urtaga har oy pul to'laysiz. Siz og'irroq bir dardga yo'liqib qoldingiz, bir 50 ming yevrolik operatsiya qilinish kerak. Boyagi sug'urtangiz shuni qoplaydi. Joningizga xavf solayotgan kasallik bo'lsa qoplaydi. Lekin umuman kasal bo'lmasangiz ham ana sug'urtaga pul to'layverasiz, shu joyi ham bor. Undan tashqari endi deylik o'sha oddiy ishlarda 2000, 2,5 ming oylik oladi dedik-ku. Qanchasi yashashga ketadi shuni? Qanchasini rasxod qilib men O'zbekistonga qancha pul jo'nataman deydigan odamlar bo'ladi-da baribir. 2000, 2,5 ming oylik oladigan bo'lsangiz, ekonom qilib yashasangiz 1000 ketadi. Kvartira, kommunalka, radioga to'laysiz, yeb ichish, bir joyga aylanarsiz, kiyim olasiz, sanitar mahsulotlarni olasiz. Shu 1000, 1200 ketadi. Agar arzonroq shaharda yashasangiz, mana u München, Berlinlarda yashasangiz, undan ham ko'p ketishi mumkin. Deylik 2000 dan 1000 ga yeb ichib 1000 yevroni jo'nasangiz bo'ladi. U dollarda 1200 dollar bo'ladi hozirgi paytda. Agar bu endi lekin super ekonom yashashingizga to'g'ri keladi. Kvartirani arzonidan topib, uydan ovqat qilib yeb, maksimal pulni hisob-kitob qilib, cho'tki tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib yashasangiz. Sal o'zingizni bo'sh qo'yib, sayohatlar qilib, takoy sal kayf qo'shaman 50 gram desangiz, unda 1,5 minglar ketib qolishi mumkin. Sayohatlar, ko'chada ovqatlanish, bilmadim, kimdir kiyim olishni yaxshi ko'radi, kimdir texnika olishni yaxshi ko'radi, shunaqa qilib yashasa. Endi bizda odatda ko'pincha shu men 2-3 yil pulni ishlab sekin suraman bu yerda degan maqsadda kelinadi. Bu yerda hayot qilmayman deb ular maksimal ekonom qilib yashasa bo'ladi. O'zi buni Germaniya hukumatı ham hisob-kitob qilib qo'ygan. Mana bu Germaniyaga universitetga til kursi qilmoqchi bo'lganlar biladi, blokshot qo'ydiradi. Oyiga 1091 yevro hisoblab bergan shuni. Bu degani bu realniy Germaniya hukumati hisob-kitob qilgan. O'sha Germaniyada bir oy bitta odam ekonom qilib hisob-kitob bilan yashasa 1090 yevro bir oyga ketadi degani. Shunchdan blokshot qo'yiladi. Shuni o'zingni ta'minlashingga garantiyada endi u. Germaniya haqida oyliklar temasida umumiy shu, qo'shimcha ma'lumotlar ham oldinglar deb o'ylayman. Germaniya haqida sizlarni yana nima qiziqtirsa, pastda yozib qoldirishingiz mumkin. Instagram, Telegram kanallarimga o'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda har kun video chiqadi, Telegramda har kun postlar, oyliklar haqida ma'lumotlar va Telegram guruhimda savollarga javoblar berib boraman.
Foydalaninglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Savol yozib qoldirsanglar, keyingi video albatta siz savolingiz haqida bo'lishi mumkin.